O'ynashma Real Madrid bilan uddar komanda bu. Shu realist 2 yildan beri choynak qapog'ini ham yutib olayotgani yo'q. O'zlaring 2015-yildan beri Chempionlar Ligasi yutolmayapsanlar. Ha, Pitu. Endi shu kecha 2-0 ga yeb endi jirillashni boshladingmi? Ona kechani gapirmang, taoling Real Madrid boshqa uroving-ku. Tanimaydi bu Barselona. Biza Chempionlar Ligasini ketma-ket 3 marta yutgan biza. Messi 4 yil ketma-ket oltin to'pni oldimi? Biza komandamizga sodiqmiz. Figoni aytibsanmi? Zidane, Raul, Ronaldo eslaringizmi? Galacticos. Shu Galaktikangni Ronaldinoni bitta o'zi yorgan-ku. Ronaldo, Benzema, Bale davrichi. O'sha paytda Messini bitta o'zi reallaringni sashta qilib tashadi-ku. Taqa-taqib joyini tashadi-ku, aylanib ketdi. Asabqimi? 1950-yilda 7-2 ga yutganimiz eslangda yo'qmi? Onajon, 1943-yil 13-iyul 11-1 Bernabeu. Ona gapirma. Oyjon, meniki bo'lib keting. Xavotir olma qizim, seni o'zim himoya qilaman. Yur qani. Ko'pam qizlik tarafnomi. Xudo. Barselona Ispaniyada Copa del Reyni 31 marta yutgan. Xudo, Real Madrid Ispaniyada La Ligani 36 marta yutgan. Copa del Rey deysiz? Real Madrid 2017-yil bir mavsumda 5 ta sovrin yutgan. 2009-yil bir sezonda 6 ta sovrin yutganmiz. Bildingizmi? Pep Guardiola davrida 14 ta sovrin yutgan biza. Statistikalarni ko'tarmaylik. Carlo Ancelotti davriga biz 15 ta sovrin yutdik. Jimitirimiz-ku. Barselona futbol akademiyasidan dunyoga mashhur futbolchilar chiqqan. Messi, Xavi, Iniesta. Biz ham g'o'zapay yetishtirib yurganimiz yo'q. Igor Casillas, Carvajal, Raul Gonzalez. Yazar Barsa zo'r. Gap bo'ldi, Real Barsada jonga tegdilaring-ku. Ilohomiy. Real Barsa o'ynab tursin, xayrli davron shartlab yursin. Oilamiz tinch bo'lsin, O'zbekiston chempion bo'lsin.